Avtomobilingiz har kuni ishonchli tarzda ishga tushishi bu faqat qulaylik emas. Bu sizning kunlik ritmingizning boshlanishidir. Kuningiz qanchalik shiddatli bo'lmasin, avtomashinangiz sizni kuttirib qo'ymasligi kerak va buning orqasida to'g'ri tanlangan akkumulyator yotadi. Avtotech Parts sizga bozorda o'z o'rnini egallagan 4 ta kuchli yo'nalishni taqdim etadi. Bu ko'rib turgan akkumulyatoringizni brendini hamma bilsa kerak. Delkor premium segmentdagi eng ishonchli yechimlardan biri. Past haroratlarda ham quvvati kamaymaydigan start toki, uzoq muddatli resurs va barqaror kuchlanish. Delkor sifatni vaqt bilan o'lchaydigan haydovchilar tanlovi. Bu uzoq muddatli investitsiya. Ushbu ko'rib turgan akkumulyatorlaringiz o'zimizning milliy mahsulot bo'lib, Jizzax akkumulyator zavodida ishlab chiqariladi. JAS maksimal chidamlilikka intiladiganlar uchun uzoq muddat xizmat qiluvchi plastinalar, kuchli chidamlilik va barqaror quvvat ta'minoti. JAS ishonchni qadrlaydigan, mashinasiga ortiqcha yuklama beradigan haydovchilar uchun yaratilgan. Koreyada ishlab chiqarilgan ushbu akkumulyator Salite quvvat talabi yuqori bo'lgan haydovchilar uchun mo'ljallangan. Kuchli start, goh issiq bo'lsin yoki qahraton sovuq, Salite start tokini barqaror ushlab, mashinani bir zumda jonlantiradi. Bu kuchga tayanadiganlar tanlovi. Start Stop EFB zamonaviy avtomobillar uchun maxsus ishlab chiqarilgan. Start Stop tizimiga ega mashinalar har svetoforda dvigatelni o'chirib yoqadi. Bu esa oddiy akkumulyator uchun juda katta yuklama. EFB texnologiyasi esa aynan shunday ekstremal ish rejimiga mo'ljallangan. Tez tiklanish, chuqur zaryadga bardoshlik va yuzlab ishga tushirish funksiyalariga tayyorgarlik. Agar mashinangiz aqlli Start Stop tizimi bilan jihozlangan bo'lsa, bu liniya siz uchundir. 4 ta yo'nalish, 4 xil xarakter, ammo ularni birlashtiradigan bitta umumiy narsa bor: ishonchli start va barqaror ishlash. Avtotech Parts: ishonchli start, ishonchli yo'lning boshlanishi.